أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Arkadaşlar biz aldığımız dersimizde kitabın derslerindeki bir kısım usul fıkhınınki tarihi, peyda oluş ahvali, karakteri doğruluk. Ondan keyin kitabımızın muqaddimesinde usul fıkhının tarifatı, fıkhının tarifatı, usul fıkhının fıkhının oturdaki münasebet ve o işkisinin temisi, hedefi, qatarlıq ve peyda oluş, taraqqiy qilish ahvoli to'g'riliq to'xtalib o'tgan. Biz başdaki derslerimizde deb o'tganimizda kitabımızdaki asosiy mazmuni cho'ng jihatdan 4 qismga bo'linadi. Yani birisi al-adilla ash-shar'iyya, al-ahkam ash-shar'iyya, al-qawaid al-usuliyya al-lughawiyya, al-qawaid al-usuliyya at-tashri'iyya deb kitabımızı cho'ng jihatdan 4 qismga bo'lib oldik. Bunun içinden hozir biz boshlaydiganimiz al-qismul awwal fil adilla ash-shar'iyya, yani birinchi qism shar'iy dalillar haqida to'xtalib o'tamiz. Biz hammalarga ma'lum Qur'oni Karim bizning islom dinimizdagi birdan bir manba. Ve Qur'oni Karimni ta'kidlab keladigan, kuchlantirib keladigan, bayon qilib keladigan ve Qur'oni Karimda tilg'ilinmagan ba'zi mazmunlarni to'liqlab keladigan hadis Qur'onning tushunishi sifatida ikkinchi manba. Bu manbalar ichida shu usul fiqhda shar'iy dalillar deb qaraladigan dalil manbalar ichida mush ikkisi bil ittifoq shariat nimasi manbasi. Bunun içidenmi birinci numurdaki en asasdaki en avvalki manba olgan manba dalil olsun qaysi Qur'oni Karim. Ondan keyingi qolgan manbalarninki qolgan dalillarning hammasi agash musbitidagi nimalar manbalar. Biz shu asosda oldingi darslarimizda mundaq bir nuqtani qisqacha deb o'tkazib qolgan shar'iy dalillar cho'ng jihatdan 10 bo'linadi. Al-Qur'on, السنة، القياس، الإجماع، الاستحسان، المصلحة المرسلة، العرف، الاستصحاف، شرع من قبلنا، مذهب الصحابة. Bunun içindeki avalqı töte ehli sünnet ve cemaatın içinde muttefakun aleyh deb qaralsa buludu. Yani müteber kişilerin nezrinde muttefakun aleyh deb qaralsa buludu. Bunun içinden ikkisi özünü Müslüman deb atagan her qandaq mezhep, her qandaq ko'zqarash kişilerin qarşıda bil ittifaq şeriatning nimasi dalili hisoblanadi. Bunun içindeki Qur'on en asasi delil manbasi. Gerçekten şeriatning asosiy manbasi, bil ittifoq manbasi Qur'on va hadis desakmi, ammo hammalarga aniq Qur'on bilan hadisning darajasining qanaqa qilmaydiganligi o'xshamaydiganligi. Biz inshaalloh darsimizning oxirisida qaysining darajasi qanday, qaysining qanchalik amal qilish kuchi va qaysining qanchalik amal qilish darajasi va degan nuqtalarga to'xtalamiz. Endi biz yuqoridagi gaplarni darsning oldida o'quvchilarimizga bir kichikgina oldin ola ogohlantirma ma'lumot sifatida deb o'tdik. Kallanglarda saqlab olinglar. Shariatdagi, shar'iy dalillar cho'ng jihatdan 10 turlik bo'ladi. Birisi al-Qur'on, as-sunna, al-qiyas, al-ijma', andan istihsan, al-maslaha mursala, al-urf, al-istishaf, shar'u man qablana, mazhabus sahabi. Mushuni cho'qim usul fiqh o'qiyman degan o'quvchi boshdan oxir qanday qilish kerak, yodlab olish kerak. Endi har holda biz mana nuqtalarni bir askaratilmish sifatida deb kalimamizga ilib oldik. Endi biz adilla shar'iyalarni bir tahlili shaklda dalil degan nima, shariatning nima dalil deb qaraladi. Masalan, 10 bo'ldik, 10 bilashning dalili nima? Qur'oni Karimning birinchi dalil ekanligining dalili nima? Mushu taraflardan kitobning bugungi darsimizda xabar topamiz inshaalloh. Abtur davatudu ta'rifud dalil, yani al-adilla ash-shar'iyyadagi al-adilla dalilning ko'pligi
Abdur delilden başladı. Delilin tarifatına kelsak, ad-delil ma'nahu fil lugatil arabiyya. Delilin arab tilidagi ma'nosi al-hadi ila ayyi shay'in hissi aw ma'nawi khayrin aw sharrin. Ya'ni har qanday bir hissi yoki ma'naviy yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin bir narsaga odamni yetaklab qo'ygan narsaning hammasi dalil. Masalan, sayohat yetakchilar bo'ldi. Masalan, sayohat o'rinlariga odamni yetaklab boradigan bir yangi mahsulot chiqsa, yangi mahsulot sotib olgan vaqtimizda buni ishlatish qo'llanmasuldi. Odamni manda ishlatsa deb ishlatish nuqtalariga yetaklaydigan ishqilib ma'naviy hissi har qanday nuqtalarda odamni boshlab opiradigan narsa hammasi nima? Dalil. Ammo buningki usulillarningki istilohidagi ma'nosi u o'simi ma yustadallu bin nazar as-sahih fi ala hukm shar'iy amaliy ala sabil al-qat' aw az-zann. Ma yustadallu bin nazar as-sahih fihi shuningga obdan sahih nazar tashlash orqali mayli qat'iy yo'llar bilan yoki zan yo'llari bilan bo'lsin amaliy shar'iy hukmga qana qiladigan dalil qilinadigan. Masalan, namoz vojib. O'zini qarab baqdiq, Qur'oni Karimdan aqimus salat degan buyruqni topdik. Dal aqimus salat namozning vujudligiga dalil sifatida qana qilindi, ko'rsatildi va dalil sifatida qo'llanildi. Mana nuqtadan aqimus salat namozning vojibligining nimasi? Dalili. Unda onu qaytib bir kelsak, dalil deganning ma'nosi, usulul fiqhda shuningga sog'lom nazar tashlash degani to'g'ri tushunish, to'g'ri uqumni olish orqali shuningdan mayli qat'iylik yo'llan yoki zonlik yo'llan shar'iy amaliy hukmga qana qilish dalil keltiriladigan narsa nima bo'ladi? Dalil bo'ladi. Mayli ta'rifatdagi qat'iy yo'llan, zon yo'llan deganimiz keskinlik yo'llan yoki ehtimollik yo'llan deb tarjima qilamiz. Zonni gumon emas, ehtimollik yo'llan. Chunki shar'iy nususlar subut jihatda, vurud jihatda qat'iy zanni deb ishga bo'linadi. Dalalat jihatdami qat'iy zanni deb ishga bo'linadi. Masalan, ma'lum bir dalil Qur'oni Karimni kelib qolsa va uning mazmuni muhkam bo'lsa, ya'ni bundan chiqadigan mazmun aniq bo'lib qolsa, bu dalilni biz subut jihatdami, ya'ni vurud jihatdami, dalalat jihatdami qat'iy dalil deymiz. Biz chiqarayotgan ahkomlarningki dalili ya'ni shunda qat'iy dalil bo'ldi. Yoki o dalil subut jihatda zanni bo'ldi, vurud jihatda yoki dalalat jihatda zanni bo'ldi. Shuning bilan bu biz chiqargan hukmning dalil zanni yo'lida ehtimollik ma'nodan boshqa bir ma'nolarga ehtimol kelish nimasi va kelish ehtimoli va amandaq dalil bo'ldi. Bu dalilni biz zanni dalil deymiz. Endi ma ahkam bablarida zanni dalil sifatida qo'llaniladigan gap. Buni qandoqdir biz burundan tortib arab til savodimiz chiqqandan buyon zan deb kelib qolsa, gumon deb buni tarjima qilamiz emas, ma tarjima qilsangiz kalimimizga boshqa vahmi kelib qoladi. Cho'qim buni ehtimollik, chunki amaliyotga ma'nosi shu. Andikim usulul fiqh kitoblarida adillatul ahkam deb uchraymiz, usulul ahkam deb uchraymiz, al-masadir tashri'iyya lil ahkam deb uchraymiz. Bularning hammasi alfaz mutaradifa, ma'naha vahid. Bularning hammasining ma'nosi nima? O'xshash bir ma'no. Ammo kitobdagi al-adilla ash-shar'iyya deganimiz shu, adillatul ahkam shu gap shu, usulul ahkam degan gapimiz shu, masadir tashri'iyya lil ahkam deganimiz shu. Abdurma kitobda al-adilla ash-shar'iyya deb atalg'ishlatdi. Boshqa usul kitoblarida bayatun mutaradif ma'nodash kelgan boshqa so'zlar qanday qilingan ishlatilgan bo'lishi mumkin. Endi ba'zi usullar dalilni mundoq deb ta'rif qiladilar. Ma yustafadu minhu hukmun shar'iyyun amaliyyun ala sabilil qat. Keskinlik yo'li bilan ala sabilil qat degani bayatimiz ikkiga bo'ldik emasmi? Dalilni qat'iy zanni deb shu keskinlik yo'li bilan amaliy shar'iy bir hukm uni elinadigan narsa dalil. Ammo shar'iy hukm zan yo'li bilan elinadigan. Ammo ma yustafadu minhu uningdan shar'iy hukm zan, ya'ni ehtimollik yo'ldan chiqarildigini bu degan amarat dalil emas deb bunda qaraydi. Har holda walakinnal mashhur, biroq usullarning islohidagi mashhur o'g'ini yuqoridagi ta'rifatga dalil degan nima desa, shar'iy amaliy hukm mutlaqan elindigini, ya'ni mayli qat'iylik yo'ldan bo'lsin, yuqorida biz ta'rifat qilgandek yoki zanni. Shunlashqa bular dalilni cho'ng jihatdan dalalati qat'iy, dalalat nima zanni. Va bundan boshqa yana
subuti qat'i, subuti zanniy deb nechaga bo'ladi? 2 ga bo'ladi. Masalan, Qur'on, hadis mutawatirlar subut jihatda qat'iy dalilga hisob. Xabar ahadlar subut jihatda zanniy dalilga hisob. Andaki bu Qur'on, hadis mutawatirdan ichidiki mo. Agar shu dalilning shu hukmga bo'lgan ifodasi keskin, muhkam shaklda bo'lsa, buning bu dalolati qat'iy bo'ladi. Agar muhtamal bo'lib qolsa, ya'ni ehtimolli bo'lib qolsa, bu dalolati zanniy. Mushu bo'yicha muomala qiladigan gapda. Xo'sh, anda bo'lsa, ijmoliy shaklda umuman aytgan vaqtda shar'iy dalillar degan nima? Qaysi bo'ladi desa, istiqro orqali, ya'ni shariatning umumiy ahkam dalillarini tashrish orqali shu isbotlandiki, amaliy ahkamlar elinadigan shar'iy dalillar 4 manbaga qaytib deydi. Biz shunga doskoda dalilni cho'ng jihat 2 ga bo'laylik. 4ni 1ga, 6ni 1ga emishqa 4ti manbalik dalil deb qaraladi. Yani Qur'on, al-Qur'on va sunna val ijma val qiyas. Ammo 4 dalilga musulmon jumhuri, ko'pchilik jumhur musulmon ulamolari shularni dalil keltirishga ittifoq qilganlik, ham bular dalil keltirishda mush tartib bilan avvalan Qur'on, ondan keyin hadis, ondan keyin ijmo, ondan keyin qiyas deb ma tartib bilan ijro qilinganlikka ham ittifoq qilganlik. Ma ahli sunna val jamoa ulamolarining nazaridagi ittifoq dalil keltirish manbalari va dalil keltirish nimalari darajalari. Masalan, buna deganlik bu martabasi darajasi manda tiziladi deganlik İza uridat waqi'a bir masaladan birisi vaqalikdan birisi to'g'ri o'tdi. Nuzira awwalan fil Qur'on. Avval Qur'onga qaraladi. Fa in wajada fiha hukmaha. Agar buning hukmini, bu vaqalikning hukmini Qur'onda topsa, ya'ni tepilsa, umdiya shu ijro qilinadi. Va illam yujad fiha. Agar shu vaqalikning hukmi shu oyatda tepilmasa, nuzira fis sunnah. Hadisga qaraladi. Fa in wujida fiha hukmuha. Shu hadisda shu vaqalikning hukmi tepilsa, umdiya ijro qilinadi. Agar unda bo'lmasa va illam yujad tepilmasa, shu hadisda shuning hukmi qaraladi. Zamonlardan bir zamonda, asrlardan bir asrdagi mujtahidlar mushu vaqalikdagi hukmga ijmo qildimi, qilmadimi bunga qarab chiqamiz. Fa in wujida agar tepilsa umdiya ijro qilinadi. Va illam yujad agar tepilmay qolsa, shu vaqalikningki hukmini nas shuning hukmini etgan boshqa bir vaqalikdagi hukmga qiyos qilish orqali shuning hukmiga yetib berishda ijtihod qilinadi. Buni eng oxirgi yo'l. Bu to'g'risida to'xtalamiz inshaalloh. Ijtihod degan nima, qiyos degan nima to'xtalamiz taqa. Demak, daraja jihatda Qur'onni izlaymiz. Bo'lsa xolos. Bo'lmay qolib qolsa hadis. Hadisda bo'lsa tamom, bo'lmay qolib qolsa ijmo. Ijmo bo'lib qolsa ijro qilinadi, bo'lmay qolib qolsa undan keyin qiyos qilinadigan gap. Xo'sh, sizning bu 4 ni dalillarning ichidagi manba deyishingizga dalilingiz nima? Bu 4 dona manbani, dalillarning manba deyishingizga dalil nima desa, ammal burhan alal istidlal biha. Yuqoridagi dalillar bilan dalil keltirishga bo'lgan faktimiz Alloh subhanahu va taolaning sura Niso'dagi so'zi: "Ya ayyuhallazina amanu atii'u Alloha va atii'ur rasul va ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayru va ahsanu ta'wila." Endi Alloh oyatda musulmonlarga umuman ergishish, itoat qilish jihati bir yo'l ko'rsatib, ey mu'minlar, sizlar Allohga itoat qilinglar deydi. Allohga itoat qilish, dal Allohning kitobiga itoat qilishda qanday qilinadi, ifodalanadi. Va atiur rasul, Rasulullohga itoat qilinglar degani hadisga itoat qilishda qanday qilinadi, gavdlanadi, ifodalanadi. Buningda gap yo'q. Va ulul amri minkum, andagi aranglardagi ish egilari degani har soatdagi ish egilari. Siyosat bo'lib qolsa, musulmonlarning amir, vazira, raislari bo'ladi. Ama dini işlarda Müslümanların içindeki şu işin ilgilerindeki ölümalar, mujtahidler, fuqahalar olurdu. Mesela bir mesele, Kur'an, hadisini tepilmeden vakti elbette fuqahalarının, mujtahidlerininki fikri bu cihette aldığın korumga ötüdü. Depolup, in tanaza'tum fi şeyin. Endi sizler eğer bir nerse dert alışma. Öyle bakın, Kur'an'a itaat kıldıgan bulduk, hadis itaat kıldıgan bulduk, icmaqa, yani fuqahalarninki fikrini alıdığan bulduk, şundan mı ya? Endi mesela tügüşkürekti, tügümedi. Yani sizler dertler qilib qalsanglar. Demek ayetmi chiqmadi, mayadmi chiqmadi. Demek Qur'on, hadis, ijmodan chiqmagan vaqtida dertler qilib qalsanglar, farudduhu ilallohi va rasul. Endi bu meseleni Allohning rasuliga qaytiringlar deyapti. Endi mishal o'ylab boqinglar.
Qur'onga amal qilinglar dedi. Hadisga amal qilinglar dedi. Shundaymi ya? Aranglardagi ish egilar bo'lgan ulamo multahidlarning fikrini elinglar dedi. Bulardan chiqmay datalashib qolsang, yana Allohning qaytaringlar deydi. Nima deganlik bu? Tepilmagan tusa desa, masalalar odatda xarakter jihati prinsipasiga o'xshaydi. Buni usul fiqhida maxsus bir bob ajratilgan qiyosda. Shuni belgilangan qoida prinsiplarga mos shaklda hozir Qur'ondan topilmagan, hadisdan topilmagan, ijmodan topilmagan bir masalani xarakter jihatda, hukmning illati jihatda shuningga o'xshaydigan Qur'onda yoki hadisda tilga ilingan bir masalaga qaytirib turib, shuningga bog'lab turib, masaladan masala o'xshash edi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de munu sebeplerinin haram kılıngan, şu sebepini o zaman meselede tepiledi. Manumu şunun okşaş haram da hüküm çıkmış gerek dep, ona kıyas şekilde amel kılınma digellik buludu dep aptur. Ma ayetine delil töddani delilindeki delil ikenlikiga akeldi mayada. Aptur dağıtıdı. Fel emru bi ta'atillah ve itaat rasulihi. Allah'a itaat kılış, Allah'ın Resulü'ne itaat kılış kelgan buyruq. Qur'on hadisga agish kelgan buyruq. Buning da masala yo'q. Musulmonlarning ichidagi ish egalariga itoat qilish kelgan buyruq, ahkamlarning ichidan mujtahidlarning so'zi ittifoq kelganlarga agish kelgan buyruq. Chunki ular musulmonlarning tashri'iy ish egalari. Xo'sh, endi datalashib qolgan mutanaza fiha, datalashib qolgan ishlarni, vaqaliklarni Allohning rasuliga qaytarib kelgan buyruq. Qiyosga agish kelgan buyruq, ya'ni nas yo'q yerda, ijmo yo'q. Chunki qiyos degan nima desa, qiyos deganda datalashib qolgan, hukm topolmay qolgan masalani Allohning rasuliga qaytirish. Men bayatni dedim-ku, bir masalaning hukmi yo'q. Qur'onda mi topolmadik, hadisda mi topolmadik. Ammo xarakter jihatda, sabab illat jihatda mushuning o'xshaydigan yana bir masala Qur'onda bor. Biz masala xarakter jihatda, sabab illat jihatda o'xshash bo'lg'achqa Qur'onda shuningga o'xshash masalaga qanday hukm chiqargan bo'lsa, biz masalaga shunday muomala qildik. Mana bu o'zimiz chaqlab, Qur'onda yo'q ekan, hadisda yo'q ekan, ijmo'da yo'q ekan deb o'zimiz chaqlab hukm qilmasdan Allohga qaytganligini. Alloh mush masalaning o'xshishi qanday hukm qilgan bo'lsa, shunday hukm qilamiz. Allohning rasuli bu masalaga qanday muomala qilgan bo'lsa, mush masalaning o'xshishiga biz masalaga shunday muomala qilamiz deb masalani o'zimiz chaqlab bitaraf qilmay Allohga qaytganlik qiladi. Chunki u qiyos deganimiz bir vaqina. Uning hukmini nas etganmagan bir vaqalikni, uning hukmini nas etgan bir vaqalikka qo'shib o'tish ikkisi bir masala qo'yib o'tish nada desa, nas etgan hukmda o'xshash. Nimishqa ikkili vaqalik shu hukmning illatiga barobar. Undaganda oyat, mush oyatdan 4 dalilninki asl dalillarning manbasi ekanligiga dalolat qiladigan bir ifoda bor. Fal aya tadullu ala ittiba hadhihi al-arba'a ki 4 narsaga erishgan oyat buyuryapti deb Abdur dalilni mayaga keldi. Xo'sh, oyatdan qo'ymuş 4 dalilga erishga buyruq chiqibdi. Bu 4 ning bu xil darajasiga Qur'on, topamısınız hadis, topamısınız ijmo, topamısınız qiyos. Ma tartibga dalilingiz nima desa, ammo bu 4 ningki dalil keltirishdagi bu xil tartib bilan tartiblaydiganligiga bo'lgan dalil Uosimo İmam Bagavi Muaz ibn Jabaldan rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhisalom Muaz ibn Jabalni Yamanga avatgan vaqtda deyki, "Kayfa taqdi idza arada laka qado?" Sana bir masala hukm kelib qolsa qanday hukm qilsa dedi. Aqdi bi kitabillah. Allohning kitobidan hukm qilaman. Fa illam tajid fi kitabillah, Allohning kitobini topolmasang, fa bi sunnati rasulillah. Allohning rasulining sunnati bilan. Fa illam tajid fi sunnati rasulillah, yani Allah'ın Resulü'nün sünnetini tapamısanço, ijtahidu bi ra'yi ve la alu. İjtihad qilma, ijtihadımda hergiz sal qarash, parvasizlik qilmayman degandan keyin payg'ambar alayhisalom uning meydisiga mushlabni urib turib dediki, "Elhamdulillahillazi vaffaqa rasulillah lima yarda rasulullah." Allah'ın Resulü'nün elçisini, Allah'ın Resulü razılığa aşkı muvaffaq qilgan Allohga hamd va sano bo'lsin deb Rasululloh uni tasdiqladi. Ondan başqa İmam Bagavi Maymun ibn Mihrandan rivoyat qilib deydi, Abu Bakrga bir husum kelib qolsa, da'vo dastur kelib qolsa, Allohning kitobiga qaraydi. Agar shu Allohning kitobida ularning orasida hukm qilgan bir dalil narsani topsa, qadobihi hukm qiladi. Va in lam yakun fil kitab, agar kitobda bo'lmasa, Rasulullohning shu ish haqida bir sunnatni bilsa, qadobiha shu sunnatlar hukm qiladi. Fa in a'yahu, agar u Abu Bakr radhiyallohu anhu ne Rasulullahning sunnatida bu masalaning dalilini tepish qiynab qo'ysa, hodirib qo'ysa, kishilarning
cho'nglarini, ru'us degan gap başlarını, cho'ng başliqlarini, yaxshilarini akilib maslahat salatdi. Maslahat salash ijmo sukutiga tava. Agar ularningki ra'yi bir masalaga ijmo qilsa, birlik kelsa, qado biya. Shuni bilan qanaqa qildi, hukm qildi. Va Abu Bakrning hayotida tutgan prinsip mush olsa, Umar radhiyallohu anhu qilgan. Bu ishkelarning bu ikki ishini cho'ng sahobalarning hammasi aqarrahuma ala hada kibarus sahaba. Sahobalarning cho'nglari, musulmonlarning boshlari iqror qilgan. Ularning orasida ma tartib jihatda bu xolib qana qilinib boqmagan, to'nib boqmagan. Degani qarshi qadam yo'q. Demak, mujid tartib musulmonlarningki umumiy jamiyatda hamma bilan e'tirof qilgan, o'rtaq qo'llanib kelgan Qur'on, hadis, undan keyin ijmo, undan keyin qiyos nuqtasidan tartib bo'yicha amal qilish nuqtasida o'rtaq kelgan bir prinsipga, umumiy qoidaga qana qilgan, aylangan shu vaqtida. Xo'sh, endi biz yuqorida shar'iy dalillarningki asosiy qismining 4. Birisi Qur'on, hadis, ondan keyin qiyos, ondan keyin ijmo ekanligini so'zlab bo'ldik. Undan boshqa va tujadu adillatun ukhra ada hadhihi al-adillatul arba'a. Ma 4 dalildan boshqa dalillarmi bor? Biz bayat deb o'tdik-ku. Ammo lam yattafiq jumhurul muslimin ala al-istidlal biha. Bu dalillar bilan dalil keltirishga musulmonlarning jumhur ko'pchiligi mundaliqqa umumimiz demakchi, umumisi ittifoq kelgan emas. Balki ularning ichidan shularni shar'iy hukmga dalil qildiganlari va ularning ichidan shular bilan dalil keltirish inkor qildiganlari va endi mushu dalil keltirishda muxtalifun fi bo'lgan dalillarning eng dangliqi 6. Albatta, umumiy dalillarni qo'shsak, mu'tabar, muttafaqun fi, muttafaqun alay, muxtalifun fi, mu'tabar, g'ayri mu'tabar bo'lib, umumiy dalilni surishti qilsak, 17 turli dalil bor. Lekin buning ichidagi muttafaqun alayni 4ga ayirgan bo'ldik. Muxtalifun fihningki mu'tabarlarini, mu'tabar deb qaralganlarini 6 deb qaraymiz. U o'simi al-istihsan wal maslaha mursala wal istishab wal 'urf va mazhabus sahabi va shar'u man qablana qatorliqlar. Xo'sh, unda o'ganda bizning shar'iy dalillarimizning umumisi 10 quvvati 4 musulmon ko'pchilik ulamolar tomonidan dalil keltirishga muttafaq bo'lgani, 6si shular bilan shar'iy hukm dalil keltirishda muxtalif bo'lgani. Tuvanda biz bular haqidagi tafsili bahsini o'zingizga sunamiz. Xo'sh, endi ba'zi ulamolarimiz mushu 10 dona dalilni 5 ga qoldirgan. Qur'on, hadis, qiyos, ijmo, maslaha mursala. Maslaha mursala. Buning ichidagi istihson, istishab, mazhabu sahabi, shar'u man qablana deganlar o'zining asl manbasi bo'lgan Qur'on bilan hadisga ichiga kirgizdi. Chunki istihsonmo ma'lum bir dalilga qiyosga tayinadi. Unda o'ganda bu qiyosning tahtiga daxil. Istishab umu asli narsalardagi aslilik, mubahlik degan qoidani isbotlagan dalilga tayinadi. Bu dalil ya Qur'ondan chiqadi ya hadisdan, shuning ichiga daxil. Mazhabi sahabi, sahabining mazhabimi cho'qim shu sahabi tayangan dalilga tayinadi. Bu dalil yana Qur'on bilan hadis buning ichiga daxil. Shar'man qablana desa biz Tavrat, Injildan dalil olmaymiz. Balki ilgirki ummatlarningki ahvollari tilga ilingan Qur'on hadisni olamiz. Unda o'ganda bu meni Qur'on hadisga tava. Ondan keyin orif desa bu shu umumiy masalih, mafasidga tava bo'lgan, maslahaga tava bo'lib, hisobda dalilni 5 ga qana qilgan qisqartib etgan. Amaliyotda 5 ga qisqartganlik bilan shu biz bayatni so'zlagan 10 dalilning hammasi shu 5 dan dalilning ichida mujassamlangan ichga kirib ketgan deb tushunsak bo'ladi. Ammo buni to'g'ri tushunish kerak. Ammo u tafsilotlarni tushunish to'g'ri kelib qolsa, shu sohadagi kitoblarga murojaat qilsak bo'ladi. Ammo biz burungi uslub bo'yicha 10 ga bo'lib, 10 ni ayrim-ayrim tushunib ma'amiz inshaalloh. Xo'sh, unda o'skilayli ad-dalilul awwal al-Qur'an. Ad-dalilul awwal al-Qur'an. Birinchi dalil Qur'on. Biz bayatning darsning boshida deb o'tdik. Dalillarning ichidagi birinchi dalil, asosiy dalil ham hatto hadisning manbasi bo'lgan dalil qaysi? Qur'on. Xo'sh, endi Qur'oni Karim degan zodi qanday kitob, nima? Xususiyati nima? Hujjatlik masalasi, ahkomlarining turlari, Qur'onning oyatlarininki dalolat jihatdagi qat'iylik va zaniylik masalasi. Albatta subutlik jihatda qat'iy, lekin dalolat jihatda qat'iylik, zaniylik masalasi bizning darsimizning asosiy nimasi bo'ladi, temasi bo'lgan. Endi Qur'oni Karimni hozir mush kitobda hozir qanaqa qilib ta'rif qilib, masalan, al-Qur'on huwa kalamullohillazi
نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقة ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله ودستورا للناس يهتدون بهداه وقربة يتعبدون بتلاوته وهو المدون بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل محفوظا من أي تغيير أو تبديل مصداق قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أساسا مeyli ulumul kitap Kur'an kitapları olsun yoki usulul fiqh kitapları olsun Kur'an'a münasibetlik Kur'anni ta'rif qilgan urlarning ko'pinchisi musha xilda ta'rif qilingan. Ammo bir qism ulamolar bu xildagi ta'rifatni yaxshi ta'rifat emas. Nimishqa? Chunki Qur'on musulmon bo'lgan odamning har birisi tunuydigan kitob. Qur'on musulmonlarning cho'ng, kichik butun ishlariga yo'l ko'rsatish nuqtasidan aqida, muomalat, oilaviy munosabat, shaxsiy munosabat, yurtdagi qulum qo'shnilarning munosabatidan tortib, kishining o'zi bilan bo'lgan munosabati, kishining Robb bilan bo'lgan munosabatini tortib, butun sohani kontrol qilgan bo'lg'achqa, musulmon bo'lgan odamning Qur'onni tunimasligi mumkin emas. Amaliyotda kitoblardagidek, hozir men sizlarga o'qib bergandagidek Qur'oni Karimni bu xil shaklda ilmiy ta'rif qilish, Qur'onni mohiyatda ta'rif qilganlik emas, ta'mim qilganlik, ya'ni Qur'oni Karimni mujmallashtirganlik. Unda o'zi Qur'on degan nima? Sen ta'rif qilib baqa desa, Qur'oni Karimni Qur'on o'zining ichida, ya'ni Qur'onning o'zida o'zini sifatlagan bir sifatlar bor, shu sifat bilan ta'rif qilish eng yaxshi deb kelib, bir muncha oyatlarni nima keltiradi, misol keltiradi. Masalan, o'qib baqaylar. Qur'oni Karim o'zini qanday sifatlagan desa, Qur'oni Karim Hamim val kitabil mubin, ya'ni o'zini kitob deb atadi. Bu bir ta'rifati. Qur'oni Karim o'zini Qur'on dedi. Innahu la Qur'anun karim. Qur'on o'zini kalom dedi. Hatta yasma'a kalamalloh. Qur'on o'zini nur dedi. Va anzalna ilaykum nuran mubina. Qur'oni Karim o'zini huda dedi. Huda va rahmatan lil muhsinin. Qur'on o'zini rahmat dedi. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Qur'oni Karim o'zini Furqon dedi. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdi. Qur'on o'zini shifa dedi. Va nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Qur'on o'zini mau'iza dedi. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Qur'on o'zini zikr dedi. Va hada zikrun mubarakun anzalnahu. Qur'on o'zini Karim deb atadi. Innahu la Qur'anun karim. Qur'on o'zini nima deb atadi? Ali deb atadi. Innahu fi ummil kitab ladayna la aliyyun hakim. Qur'on o'zini hikmat deb atadi. Hikmatun balighatun fama tughni an-nuzur. Qur'on o'zini hakim deb atadi. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Qur'on o'zini muhaymin deb atadi. Musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhayminan alayhi. Qur'on o'zini muborak deb atadi. Kitabun anzalnahu ilayka muborak. Qur'on o'zini habl, ag'amj deb atadi. Va atasimu bihablillahi jami'a. Qur'on o'zini siratal mustaqim deb atadi. Va anna hadha sirati mustaqima. Qur'on o'zini qiyam deb atadi. Qayyim deb. Va lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzir. Qur'on o'zini fasl deb atadi. Innahu laqawlun fasl. Qur'on o'zini naba azim deb atadi. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Qur'on o'zini ahsanul hadis deb atadi. Allahu nazzala ahsanal hadis. Qur'on o'zini tanzil dedi. Innahu latanzilu robbil alamin. Qur'on o'zini ruh deb atadi. Va kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Qur'on o'zini vahiy deb atadi. Innama unzirukum bil wahy. Qur'on o'zini masani deb atadi. Va laqad ataynaka sab'an min al masani. Qur'on o'zini arabiyyan deb atadi. Qur'anan arabiyyan. Qur'on o'zini qawl deb atadi. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ. Qur'on o'zini basoir deb atadi. Hada basoir lin-nas. Qur'on o'zini bayon deb atadi. Hada bayonun lin-nas. Qur'on o'zini ilm deb atadi. وَلَا إِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Qur'on o'zini haq deb atadi. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. Qur'on o'zini hadi deb atadi. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي. Qur'on o'zini ajaba deb atadi. Qur'anan ajaba yahdi. Qur'on o'zini tazkira deb atadi. Va innahu latazkira. Qur'on o'zini urvatul wusqa deb atadi. Faqad istamsaka bil urvatul wusqa. Qur'on o'zini mutashabih deb atadi. Kitaban mutashabiha. Qur'on o'zini sidq deb atadi. Vallazi jaa bis-sidq.
Qur'on o'zini adl deb atadi. Va tammat kalimatu robbika sidqan va adla. Qur'on o'zini iymon deb atadi. Sami'na munadiya yunadi lil iymon. Qur'on o'zini amr deb atadi. Ata amrulloh. Qur'on o'zini bushra deb atadi. Huda va bushra. Qur'on o'zini majid deb atadi. Bal huwa Qur'anun majid. O'zini zabur deb atadi. Va laqad katabna fi zabur. Qur'on o'zini mubin deb atadi. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Qur'on o'zini bashira va nazira deb atadi. Bashira va nazira. Fa'arada oxirisi. Va innahu lakitabun aziz. Aziz deb atadi. Balagh deb atadi. Hada balaghun linnas. Qasas. Ahsanal qasas. Qur'on o'zini bir oyatlam 4 ism bilan atadi. Fi suhuf mukarrama, marfu'a, mutahhara. Demak, Qur'oni Karimning ta'rifatini qilish to'g'ri kelib qolsa, Qur'on o'zini atagan yuqoridagi butun oyatlardagi Qur'onning mayli ism shaklida kelgan yoki sifat shaklida kelgan Qur'onning ta'rifatining ma'nosini o'ylasa, ma'nosini tushunsa, shuni bilan ta'rif qilsa, Qur'on eng yorqin ravishda ro'shan Allohlik bilan qo'shilib ta'rif qilinadi. Ammo Qur'oni Karimni men devatqini hozir ba'zi ulamolarningki, shu kitoblarda qilingan Qur'oni Karimning ta'rifatiga bildigan e'tirozi. Qur'oni Karimda masalan hozir bayatma kitobni o'qiganda va kalamullohu allazi nazala bihi ruhul amin ala qalbi rasululloh Muhammad Abdulloh bi alfazihi al-arabiyya va ma'anihi al-haqqa desa, to'g'ri bu ta'rifat Qur'oni Karimni tushunib bersin, lekin Qur'oni Karimning haqiqiy qanday kitob ekanligi bir xil ijmo mujmallashib, bir xil boshqa bir narsaga aylanib qoladi degandek e'tirozi bor. Buni ham biz anglasak bo'ladigan, qabul qilsak bo'ladigan, amaliyotda ma'ni mu'anima har ikkalasini kalbimizga singdirib olsak, bizning Qur'on haqidagi, Qur'onning ta'rifati haqidagi ma'lumotimiz ko'paydigan bir o'qimlar. Xo'sh, unda biz kelaylik. Qur'oni Karimning ta'rifatiga kelsak, kitobning o'ziga bir qaraylik avval. Qur'on deganning asl lug'at ma'nosi qara'a, yaqra'udan chiqqan emasdir. Buni ulumul Qur'onlarda ya qarinadan chiqqan Qur'on yoki qara'adan chiqqan Qur'on deydi. Mayli qanday bo'lib ketsin, qara'aning asl lug'at ma'nosi jamoa ma'nosida, qarinaning asl lug'at ma'nosi jamoa ma'nosida, Qur'onning ma'nosi jami yoki majmu' ma'nosida yoki maqru' ma'nosida o'qilgan, yozilgan, to'plangan deganlik ma'nolarni o'z ichiga olgan. Undan keyin Qur'on deganning o'zi hammaslar o'qimoq degan ma'nosida bildirildi. Qur'oni Karim o'zida ham qo'llanilganki, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jama'ahu va qur'ana fa idza qara'nahu fattabi. Qur'oni Karimda Qur'onning masdar shaklini ishlatgan. Har holda ma'noqlarni kutib bo'lgandan keyin Qur'onning istilohi hozir shu kitobda ta'rif qilingan ta'rifatni bir tarjima qilib o'taylik. Al-Qur'on, Qur'on deganimiz Ruhul Amin, Jibril alayhisalom Allohning rasuli bo'lgan Muhammad ibn Abdullohning qalbiga arabcha lafzlar bilan, haqiqiy ma'nolar bilan tushgan Allohning kalomidir. Nimishqa desa, Rasulullohning Allohning rasuli ekanligiga hujjat bo'lsin. Kishilar uning hidoyat bilan agishib mangadigan dostur bo'lsin. Uni tilovat qilib ibodat qiladigan ibodat bo'lsin. Bo'lsin uchun Qur'on mushafning ishki muqovasining o'tirg'iga xotirlangan, sur Fatiha bilan boshlangan, sur Nas bilan oxirlashgan. Bizga mayli yoziqcha yoki ig'izcha avlod mutawatir shaklda o'tkazilgan, har qanday o'zgartirish almashtirishdan saqlangan kitob. Mana bu hammasi Qur'oni Karim haqida Allohning bergan tuandagi va'dasiningki ijrosiki inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni o'zimiz tushirdik, o'zimiz qana qilamiz, saqlaymiz degan va'dasining nimasi ijrosi. Xo'sh, andoz kelayli yuqoridagi ta'rifatdan Qur'oni Karimga bir munch xususiyatlar ortildi. Kalamulloh, nazala bihi ruhul amin, Rasululloh Muhammad ibn Abdulloh bi alfazihi al-arabiyya, ma'anihi al-haqqa deganlik bir qancha xususiyatlar ortildi. Shu xususiyatlarni bir-bir deb o'tib ketaylik. Qur'oni Karimning xususiyatlarining birisi Qur'oni Karimning alfaz va ma'nolarining hammasi Allohning qishidan. Buning arabcha alfozlari dal Alloh Rasulullohning qalbiga tushgan alfozning o'zi shu. Ya'ni hozir biz o'qiyotgan arabcha talaffuz dal Rasulullohga tushgani shu. Rasululloh uni faqat tilovat qilib berguchi, yetkazguchi bas. Undan yuqoridagi xususiyatdan tuandagi bir qancha xil 3 xil xususiyat chiqadi. Birisi Alloh uni o'zining rasuliga ilhom qilgan ma'na, uqumlar, ammo alfozlarni tushunmagan, balki Rasululloh ilhom qilingan ma'noni o'zining qasdiga alfozlar bilan ifodalaganlari Qur'on hisoblanmaydi. Uning uchun Qur'onning ahkomlari isbotlanmaydi, balki u Rasulullohning hadislari. Hadislarning hammasi Alloh Rasulullohga tushgan vahiy. Ammo alfozlarni tushunmagan, ma'na uqumlarini tushungan. Rasulullohning o'zining so'zlarini ifodalagan. Gerçi ma'lum Allah tarafından tushgan vahiy olsun, lekin Qur'onning xususiyati alfaz va ma'nosidan Alloh tarafından tushish kerak, shundaymi? Va yana shuningdek hadisi qudduslarga kelsak,
Hadis qudsi degan nima desa, Rasululloh Robbidan rivoyat qilib, ya'ni rivoyat qilgan mazmunlar degan hadislar bo'lib, bular ham Qur'ondan hisoblanmaydi, bular ham Qur'onning ahkomlari isbotlanmaydi, bular ham hujjatlikda Qur'onning martabasida bo'lmaydi, bular bilan namoz o'qish to'g'ri emas, uni tilovat qilib ibodat qilish to'g'ri. Ma'vo Qur'oni Karimning birinchi xususiyati. Ya'ni Qur'on alfozlari bilan, ma'nilari bilan kim tarafidan tushgan? Alloh tarafidan tushgan. Ikkinchi xususiyati Surayak oyatni Qur'onning alfozlariga ma'nodash qiladigan arab so'zlar bilan tafsir qilish. Masalan, hamma bilan ko'ramiz, atrofimizda nurg'un tafsirlar bor. Tafsirlar Qur'on ishlatgan so'zdan boshqa so'z ishlatadi. Masalan, ma'nodash. Ya'ni Qur'onning alfozlari dalolat qiladigan, ma'no dalolat qiladigan alfozlar ishlatgan taqdirdami, la yu'addu Qur'anan, ya'ni bular Qur'on hisoblanmaydi, mahma kana mutabiqan lil mufassir fi dalalatihi. Bu tafsir o'zining tafsir qilinmoqchi bo'lgan oyatga ifoda ma'nolarida qanchalik mas kelib kelsin. Chunki Qur'on Allah tarafından çıkan xas Arapçalar. Anda olganda meyli Qur'onning tarjimalari, misal turib chiqadi xususiyat, meyli tafsirdir olsun, ular Qur'on hisoblanmaydi. Üçüncü xususiyat, bir surani yoki oyatni arab tilidan boshqa bir chet til bilan tarjima qilib, qancha maslahat tarjima qilsin, la tu'addu Qur'anan. O Qur'on hisoblanmaydi, mahma ru'iya min diqqat tarjima. Tarjimaning nozukligi va uning tarjima qilinuvchi bo'lgan ifodalash jihatdagi maslahatchanligi qanchalik rioya qilib kelsin, la tu'addu Qur'anan. O Qur'on hisoblanmaydi. Chunki Qur'on degan Alloh tarafidan chiqqan xos arabcha lafzi. To'g'ri, endi unda deganlik tafsirni Qur'on emas, tarjimani Qur'on emas deganlik uni martabasini kursini tushirayotganlik emas. Ammo hammasi uzun darajasi bor. Qur'on degan Qur'on, Allohning kalomi. Tafsir ulalarninki, ulamolarninki, olimlarning Allohning kalomiga aytgan tushunchasi. Shundoq, na'am. Agar Qur'onning tafsiriga tarjimasi uning dini, ilmi, omonati va bilimligligiga ishonchi qiladigan kishiningki vasitasi bilan tamom bo'lsa, ma tafsir tarjimani Qur'on dalolat qilgan mazmunning bayoni, Qur'on olib kelgan narsaga nisbatan bir marja deb e'tibor qilsa bo'ladi. Lekin u har holda Qur'on deb e'tibor qilinmaydi, Qur'onning ahkomi buning sabit bo'lmaydi. No'g'anda haliqi tafsirininki yoki tarjimaning iborat siyg'ilari bilan hujjat qilinmaydi, xuddi Qur'onning iborat siyg'isi hujjat qilinganidek. U tafsir tarjimaninki lafzining omligi mutlaqdan qanday hujjat qilinmaydi, xuddi Qur'onning lafzining omligi xos bilan hujjat qilinganidek. Chunki halaqa tafsir yoki tarjimaning alfaz iboratlari Qur'onning alfaz iboratlari emas. Bular bilan namoz o'qish to'g'ri emas, tilovat qilishmi ham to'g'ri emas. Ammo Imom Abu Hanifaninki Faris til tarjimasi bilan Qur'onni o'qib namoz o'qisa bo'ladi degan fatvolarininki kinki vaqtlarga kelgan vaqtda bu fatvosidan yonganlik haqida ham rivoyatlar ham bor. Xo'sh, endi Qur'oni Karimning yuqoridagi 3 xususiyatdan boshqa yuqoridagi ta'rifat bilan bir xususiyatlardan birisi Qur'oni Karim mutawatir yo'llar bilan yetkazilgan. Endi bu ulumul Qur'on o'qigan har bir odamga nisbatan bu mazmun yot mazmun emas. Ya'ni Qur'oni Karim Payg'ambar alayhisolamga tushgan vaqtdan tortib atrofdagi sahobalarning hammasi to'liq yodlab mangan. Qur'oni Karim sahobalar tomonidan to'liq yodlangan. Mayli ma'o azroq yodlasin, umumiy sahobalar tomonidan to'liq yodlangan. Bu bir. Ikkinchidan shu ilmiy bo'lmagan, ummiylik qaplagan, yeziqchilik vositalari shunchalik test etiladigan shu jamiyatda sahobalar Qur'on yozishga alohida ahamiyat bergan. Hatto shu Qur'onning to'plami tarixiy kitoblarida taşlarga yozgan, köteklarga yozgan, terilarga yozgan. Bu nimani ifodalaydi desa, ahamiyat bermagan, balki ajoyib ahamiyat. Bir narsa qog'oz topolmagan taqdirdami, mushuning yozilishiga ajoyib ahamiyat bergan degan gap. Shundan keyin Abu Bakrning davriga kelgan vaqtida Zayd ibn Sabitning vasitasi bilan Qur'on ig'izdan va yozilgan suhuflardan ikki kishining guvohligi bilan ishonchli shaklda bir qitim qanday qilingan to'plangan. Ondan başqa avlod Rasulullahning vaqtida ta hozir qadar Qur'on ig'izaki qiroat sifatida qanday qilinadi, yo'tkilib kelinadi. Kin Osman radhiyallohu anhu shu Qur'onni kuchlab 5 nusxa taqib, butun shaharga 5 nusxadan taqib, bu Osman radhiyallohu anhu taqatgan bu Qur'onlarningki eng oxirgi xavri 1930-yillargacha atrofdagi Dimashq jamiasida va boshqa o'rinlarda saqlanganligi ma'lum. Halbuki basma zavod paydo bo'lib Qur'onning dastlabki nusxasi basilg'ili 500 yildan ortiq bo'lib ketdi. Demak, bizga Qur'on kitobatan mutawatir shaklda keldi va mushafahatan mutawatir shaklda keldi. Bu Qur'oni Karimning bir xususiyatlaridan birisi mutawatir bo'lish. Ya'ni
Mutawatirlik degan nima desa, aynan 100% degan gap ham bu. Ya'ni bir naqli yo'lanki keskin ma'lumot, ilm degani aniq ma'lumot degan gap va keskin ma'lumot shu rivoyatning sahihligiga ifodalaydigan naqli yo'lan. Bundan ham shaxschilik chiqadigan nima desa, mutawatirda boshqa yo'llar bilan rivoyat qilingan ba'zi qiroatlar bor. Masalan, ba'zi sahobalar unda o'qigan, Ibn Mas'ud o'qigan degan. Bularmi ham Qur'on hisoblanmaydi. Bularmi Qur'onning ahkomi isbotlangan. Ammo tafsirlarda ba'zi bir oyatning tushunchasi yoki ba'zi hukmlarni chiqarish uchun qo'shimcha kuchlantiruvchi dalil sifatida keladi, lekin Qur'onda isbotlanmaydi. Mutawatir bo'lmasa. Xo'sh, endi demak Qur'onning xususiyatlari yuqoridagi xususiyatga ega. Qur'on, endi Qur'onning hujjatlik masalasiga kelsak, Qur'on zot amal qilish bizga zarur bo'lgan Allohning kitobi emas degan bir nuqtaga kelamiz. Ya'ni Qur'on Allohning kitobimi yoki Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zi duogan gapmi degan kelamiz. Bu yerga kelsak, Qur'oni Karimningki kishilarga hujjat ekanligiga paket va Qur'oni Karimningki ahkomlarining shu kishilarga ergashish vojib bo'lgan qonun ekanligiga paket Qur'onning Allohning qashinga Allohning kitobi ekanligi buning paket. Xo'sh, Allohdan kishilarga qat'iy yo'llar bilan sahihligida shak bo'lmagan yo'llar naql qilinganligi paket. Xo'sh, menga bo'lgan Allohning kitobi ekanligining dalilingiz bo'lsa, ammo Qur'oni Karimningki Allohning qashin ekanligiga bo'lgan paket, Qur'oni Karimningki mo'jizligi uni o'qishni keltirishdan kishilarni qanday ojiz qilganligi. Bu alaqa Rasululloh dastlab Qur'onni Alloh tomonidan akaga vaqtlab o'tirib qo'yilgan tema. Makka mushriklari Qur'oni Karimning ichidagi mazmunlarga qarab bir narsa deyolmaydi. Buni Muhammad o'zi davoldi. Muhammadga birisi o'rgatdi. Buning jillari va jillar deydi. Bu degan shoir deydigan har xil gaplar bilan chopildi. Qur'oni Karim bularga raddiya bildirib, bir necha o'rinda dedi. Nochonsan Qur'onni keltirib baq dedi. Xolos, yo'q, keltirmadi. Vaqti taqa 30 farqlarning hammasi yo'q. Ening izinli bo'lsin, u oyatlar tushgan davr Makka davri. Makka davrida Qur'onning hammasi butun emas. Har hal shunda bo'lsin, Qur'onning hammani keltirib baq dedi. Xolos, 10 oyat keltirib baq dedi. Xolos, bir oyat keltirib baq dedi. Endi bulanmadi. Ang oxirida bir hadisin misli. Masalan, shu oyatlarning hammasi bog'i qul fa'tu bi kitabin min indillah huwa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Yani ayette qul la in ijtama'atil insu wal jinnu inson jin agar bir kelsa ala ayatu bi misli hadal Qur'an la ya'tuna bi mislihi. Keskin devatdi, ma ajoyib insonning gibi bo'lib qolsa Qur'on. Bak yurakliklaridan deyilgan gap juma ma o. İnsanın gibi qaldığı şop qalsa favqulodda yuraklan deyilgan. Ammo Allohning kalomi bo'lg'achqa Alloh har narsaga qodir. Keltirolmaydi dedi, keltirolmaydi chunki Allohning kalomi. Uni to'xtab qolmaydi. Am yaquluna iftara Qur'on Muhammad Qur'onni o'zi to'qoldi demdi sallallohu alayhi vasallam. Qul fa'tu bi 10 suwarin misli. 10 sura keltirib baq dedi. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Bir sura keltirib baq dedi. Yine bir ayette em yekulune tekavvalahu bel la yu'minun felyatu bi hadisin misli. Bir söz keltirib bakmamız. Demek ki Kur'an bulağı oturup taşlap verdi. Mana Kur'an? Eğer Kur'an kısıyla Allah'ın kaçını ekanligi şak kılsanlar, keltirib bakmamız olsanlar. Mana sizler edep ehli, fasahat ehli, balagat ehli, kişiler Kur'an-ı Kerim'in okuşunu keltirişten qadimdimi aciz keldi. Hem aciz kilovatıydı ve bundan keyin 100% aciz kilodu. Dünyada hazır ilmichilik taraqqiy qilib ketgan, butun dunyo ilmichilikka, ilmiy tadqiqotlarga keng saha ajratgan, necha milliard dollarlarni xarjlayotgan bugungi dunyoda agar bular Qur'onni Karimning o'qishini keltirib, bir musulmonlarni cho'kiradigan kuch yetsaydi, unchula u davlat bu davlatlarga, u islom davlati bu islom davlatiga harbiy qurol orqali besim ishlatib, urush etib, o'zini chiqim tortib unda qilmasdi. Masala Qur'oni Karimni o'qishni keltirolmaydi. Unda bo'lganda Qur'onning Qur'on ekanligiga, Allohning qashin kelganligiga dalil Qur'oni Karimning nimaligi, mo'jizligi. Deb aptor Qur'oni Karimning mo'jizligining ma'nosi, uning arkonlari haqida, arkonlari shu tahaddi, taqazzoning tepilishi, ma'nining yo'qolish qatorliq bir qancha shartlarni qo'yib, mo'jizlik degan ma'vo uning arkanlarini bayon qildi. Undan keyin Qur'oni Karimning mo'jizligi qaysi taraflarda desa, 4 tarafni o'tirib qo'ydi. Birisi Qur'oni Karimning iborat ma'nolarining, ahkomlarining, nazariyalarining moslashchanligi,
o'zaro bir-biriga qarshi kelib qolmaydiganlik. Ikkinchisi, Qur'oni Karimning oyatlarininki yangi ilm-fan bayqagan ilmiy nazariyalarga mos kelishishi. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'ninki Allah'ın g'uyubdan boshqa chiqmaydigan vaqa, g'aybiy vaqalar mayli o'tmishda olsun yoki kelgusida olsun g'aybiy vaqaliklarni xabar berishi bu o'tgan amaliyotda. To'rtinchisi, Qur'on-ı Kerim'ning alfazining fasohat, balog'at, iboratlarining kuchli ta'sirining yuqori ekanligi to'g'risida 4 yo'ldan, 4 nuqtadan Qur'on-ı Kerim'ning mo'jizini isbotlaydi. Ana mataraf bizning asosiy Qur'on mazmunlarimizga munosib yo'q, faqat nazariy Qur'oni Karimning mo'jizligini isbotlaydigan dalillar sifatida o'tirib bo'lg'achqa bu o'quvchilarimizning o'ziga havola qilinadi. Biz darsning asosiy mazmuniga kelamiz. Darsning asosiy mazmuni biz bugun Qur'on haqida, Qur'oni Karimning xususiyatini so'zlamoqchi bo'lgan so'zildik, hujjatligini so'zlamoqchi bo'lgan so'zildik va buning hujjatligining asosiy dalili bo'lgan Qur'oni Karimning mo'jizligini sizlarga havola qildik. Undan keyin 3-mazmunda Qur'oni Karimningki ahkam turlari kelgandir. Endi Qur'oni Karimning ahkamlariga kelsak, anva ahkamihi, ya'ni Qur'oni Karimningki ahkamlarining turlari allati jaa bihal Qur'onul Karim 3. Ya'ni Qur'on kelgan Qur'onning ahkamlarining turlari 3. Qur'on 3 nuqtada so'zlaydi. Birisi ahkam i'tiqodiyya, yana birisi ahkam xulqiyya, yana birisi ahkam nimo amaliyya. Qur'oni Karimningki aksariyat taraflari i'tiqodiyya va xulqiyya. Amaliyat taraflari amaliyatda nisbatan avliq nisbatan az. Ammo bizning usulul fiqhda bahs qilganimiz i'tiqodiyya emas, xulqiyya emas, balki nima amaliyya tarafi, ahkam amaliyya. Ana kitob qaranglar. Birinchisi ahkam i'tiqodiyya. Ahkam i'tiqodga munosabatlik ahkamlar mukallafga Alloh haqida, malaika haqida, kitob haqida, rasul haqida, yawm oxir haqida e'tiqod qilish vojib bo'lgan ishlarga munosabatlik. Alloh qanday Alloh? Alloh osmon zaminning egasi, cho'ng kichik hammani yaratgan, hammaning rizq berguvchisi, hammaning Alloh to'g'ri mazmunli oyatlarning hammasi mush mazmunli oyatlar. Malaika andaq malaika, ma o'lim farishtasi, au vahiy farishtasi, au ayshni ko'tarib turadigan ma kishilarning hafaza, ma kishilarning katafasi deb Mavlana hammasi malay. Bu to'g'risi Qur'oni Karimda oyatlar to'shaq. Qur'on Allohning kitoblari haqida aniq ismi tilg'ilingan 4 kitoblar, ismi tilga ilingan Suhufi Ibrohim va Musa qatorliq boshqa kitoblar hammasiga aytish masalalari. Rusullari Qur'oni Karimda aniq ismi tilg'ilingan 25 payg'ambar, undan boshqa yana ismi tilg'ilingan nurg'un payg'ambarlar Qur'oni Karimdagi o'tirgan asosiy temalarning birisi. Undan boshqa qiyomat kuni masalasi, o'lgandan keyin nima bo'ladi, undan keyin qachon tiriladi, tirilgandan keyin nima bo'ladi degan masalalar. İkincisi, xulqiy ahkamlar degani kishilarningki ijtimoiy axloq masalalari, ya'ni mukallaf zinolanishga tegishli fazilatlar va xoli bo'lishga tegishli razilliklar munosabatlik ahkamlar, masalan, o'g'irlik qilma, boshqalarning mol-mulkini saqla, zina qilma, yolg'on aytma, axloqli bo'l, rost gap qil, adolat bo'l, ihsonlik bo'l, masalan, yolg'on gap qilma, xiyonat qilma, va'daga vafo qil degandek oyat mazmundagi oyatlar. Bu Qur'oni Karimning ko'p salmoqni egallaydi, ham dinning asosiy maqsadlaridan birisi. Uchinchisi, amaliy ahkamlar, kishilarningki shaxsiy, oilaviy ahkamlari, ayol bilan bo'lgan munosabati, bola bilan bo'lgan munosabati, nikoh, taloq masalasi, meros masalasi, andikin yurt mahallaga munosabatlik masalalar, davlatga masalalar, musulmon g'ayri musulmon munosabatlik masalalarni tartib, inson yurish, turish, gap so'zlarining hammani insonlashtiradigan bir tartib qoidalar va bularni biz ahkam amaliya deb qo'yamiz. Bular mukallafdan sodir bo'ladigan so'zlar, harakatlar va kelishim, ish tasarrufotlarga munosabatlik ahkamlar. Buni ma'vudal Qur'oni Karimdagi fiqh degani shu, bizning bahs qilgan temamiz dal shu. Mana bu dal usulul fiqh fani orqali yetish maqsad qilingan asosiy maqsadlik nuqta mana shu. Xo'sh, endi o'zimizning gapiga kelsak, bizga ma kitobda asosiy maqsad qilingan ahkam amaliya Qur'oni Karimdagi bu ikki turini o'z ichiga oladi. Birisi ahkamul ibodat, yana birisi ahkamul muomalat. Ahkamul ibodat deganimiz namozdan, ro'zdan, zakat, haj, nazr, qasam, onun o'xshagan, shuning orqali insonning Robb bilan bo'lgan aloqasini intizomlashtirish maqsad qilinadigan bir ahkamlar bor. Bu ahkamul ibodat deymiz. Buning hamma bilan pishiq. İkincisi ahkamul muomalat deymiz. Bular aqdi kelishim, to'xtamlar, tasarrufat ishlar va jazolar, jinoyatlar, undan boshqa ibodatdan boshqa va kishilarningki, mukallaflarningki ba'zi bilan bo'lgan aloqasini intizomlashtirish maqsad qilinadigan. Mayli ular shaxslar bo'lsin, yoki millatlar bo'lsin, yoki jamoat, yoki davlatlar bo'lsin, uni o'zaro ijtimoiy munosabatni intizomlashtiradigan mushnu munosabatlik ahkamlar, ahkamning bo'ladi muomalat. Ahkamul muomalat. Unda bo'lganda qaytadan kelayli Qur'oni Karimdagi umumiy ahkam i'tiqodiyya 1, ahkam xulqiyya 2, ahkam amaliyya 3. Undan keyin ahkam amaliyya, bizning darsning asosiy maqsadi bo'lgani ma'vo.
ikkiga bo'lindi. Ahkamul muomalat, ahkam nima ibodat. Ibodat deganimiz kundulik biz qiladigan ibodatlar. Namoz, roza, haj va boshqa nazar, qasam degandek biz bilan Allohning o'rtasidagi munosabatni belgilaydigan ibodatlar. Ahkamul muomalat deganimiz oila, ayol, dada bola, masalan, xulum qo'shna, davlat, musulmon, andan keyin musulmon bilan g'ayri-musulmon davlatning o'rtasidagi aloqani tortib, kishilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabat, ilm bilim, go'ri, qarz degandek narsani hammasini intizomlashtirish maqsad qilinadigan ahkam nima bo'ladi? Muomalat bo'ladi. Unda olganda bizning so'zlaydiganimiz cho'ng jihatdan ikki ahkam bo'lindi: ahkamul ibodat va ahkam nima? Muomalat. İbadatın başka ahkamlar şer'i islohda ahkamul muomala deb ataladi. Ammo yangi zaman atalg'usida ahkamul muomalatlar munosabatli taraflarga qarab va maqsad qilingan taraflarga qarab tandagidek 7 turlik bo'ladi. Ana o'qib boqaylik. Birisi ahkam ahvol shaxsiyya, haq talab ishlar hukmi, haq talab ishlari degani oilaviy haq talab masalalarga qaratilgan. Bular oilaga munosabatlik, oilani barliqqa keltirishdan tortib, shuning bilan ayolning o'rtasidagi aloqani intizomlashtirish, tuqqanlarni o'zaro ba'zi bilan bo'lgan munosabatni aloqalashtirish, moslashtirish maqsad qilinadi. Buning Qur'oni Karimdagi oyati 70 atrofida. Bu yerning Qur'oni Karimningki oilaviy munosabat, tuqqanlarning munosabatiga naqadar ko'ngil bo'lganligini bilib olgan bo'ladi. Ikkinchisi al-ahkam al-madaniyya. Bunu haq talab deb tarjima qilamiz, ammo bu oiladan sirtqi kishilar bilan bo'lgan haq talab masalalari. Bular vahiyallati bu ahkamlar shunda ahkamlarki shaxslarning muomalat va ilm birimlariga munosabatli bo'ladi. Savdo, ijara, go'ri, kafolat, shirkchilik, qarz, shartga vafo qilish degandek. Bu ahkamlardan maqsad qilindigani iqtisodiy shaxslarning iqtisodiy aloqalarini intizomlashtirish, her haq egisining haqqini saqlash. Buning oyati Qur'oni Karimda 70 oyat atrofida oyat bor. Buningdan naqadar Qur'oni Karimdagi kishilarning o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni ko'ngil bildirganligini ko'rib bo'ladi. Uchinchisi jinoiy ishlar hukmlari bo'lib, bular bandadan kishidan sodir bo'ladigan jinoyat va shu kishi shu jinoyatga qarata loyiqli bo'lgan jazo va kishilarning hayoti saqlanish qatorliq va bu orqali bu ahkamlar bilan kishilarning hayotini saqlash, mollarini izzat, obro'y, haq-huquqlarini saqlash maqsad qilinadi. Jinoyat o'tkazilguncha kishilar jinoyatchining va boshqa ummatningki aloqasini muqimlash masalalari maqsad qilinadi. Bu turlik oyatlarning, bu turlik ahkamlarning oyatlari Qur'oni Karimda taxminan 30 atrofida. To'rtinchisi da'vo ahkamlari, ahkamul murafa'a degani arz da'vo ahkamlari bo'lib, bular sud, guvohlik, qasamga munosabatli ahkamlar. Bu ahkamlardan maqsad qilindigani kishilar o'rtasida adolatni ro'yobga chiqarish uchun ijroatlarni muntazamlashtirish maqsad qilinadi. Buning oyati taxminan Qur'oni Karimda 13 oyat atrofida. Beshinchisi qonun, dasturga munosabatli ahkamlar bo'lib, bular hukm nizomi degani hukumat tuzilmasi va uning prinsiplariga munosabatli oyatlar. Buningdan maqsad qilindigani hokim bilan mahkumning o'rtasidagi aloqani muqimlash va shaxslarning, jamoatlarning haq-huquqlarini muqarrarlashtirish maqsad qilinadi. Bu ahkamlarning oyatlari taxminan 10 oyat atrofida. 6-chi ahkam davliya deb qo'yamiz, xalqaro ahkamlar, hukmlar. Bu islom davlatiningki g'ayri-islom davlatlar bilan bo'lgan muomalasiga munosabatli ahkamlar bo'lib va islom davlatidagi g'ayri-musulmonlar bilan bo'lgan muomalasiga munosabatli ahkamlar bo'lib, bu ahkamlarning maqsad qilindigani islom davlatiningki g'ayri-islom davlat bilan bo'lgan aloqasini muqimlash maqsad qilindi, mayli tinchlik, jang bo'lsin, va musulmonlarningki islom davlatidagi g'ayri-musulmonlar bilan bo'lgan aloqasini muqimlash maqsad qilinadi. Buning oyati taxminan 25 oyat atrofida. 7-chisi iqtisodiy va moliy ahkamlar bo'lib, bular so'g'uvchining haqqi, so'ralg'uchining haqqi, masalan, boyninki iqtisodidagi kirimni va chiqimni intizomlashtirish va munosabatli ahkamlar. Bu ahkamlardan asosliq boylar bilan kambag'allarning o'rtasidagi iqtisodiy aloqani muqimlash, davlatlar shaxslarning o'rtasidagi iqtisodiy aloqani muqimlash maqsad qilinadi. Buning oyati taxminan 10 oyat atrofida. Demak, yangi zamonda ahkamul muomalatlarni yuqoridagidek 7 turlik muomalatlarga hozir ham hozir kitob yozilgani taxminan 80 yildan oshdi. Hozir ham undan ko'p tarmoqlashib ketgan bo'lishi mumkin. Endi qanday odam Qur'oni Karimdagi ahkam oyatlarini tashib chiqsa, shu oydinlashudiki Qur'oni Karimning ahkamlari ibodat,
ibodatga munosabatli, ibodatga qo'shiladigan haq talab ahvollari, meros ahvollarida intayin tafsili. Chunki ibodat va bunda xususiy kishilarning shaxsiy muomala, ilm birimiga munosabatli meros masalalari ta Odam alayhisolamdan tortib qiyomatga qadar zamonning, vaqtning, makonning o'zgarishi bilan o'zgarmaydigan masalalar. Bu masalalar muqimdalmasa jamiyatda to'qinish chiqadigan, hal qilib bo'lmaydigan masalalar. Shunlashqa ma masalada Qur'oni Karim tafsili so'zlagan. Chunki maturning ahkomlari ta'abbudi bo'lib, ibodatning ahkomlari, bunun aqlning o'rni yo'q. Muhitning taraqqiyoti bilan taraqqiy qilmaydi. Ammo ibodatdan boshqa ilm birim, jinoya va ahvoli shaxsiy ilm birimida haq talab ahvollaridan boshqa sohadagi ahkam madaniya, masalan ijtimoiy ilm birim, haq talab davolari, jinoyatchilar davolari, hukmlari, qonun hukmlari, xalqaro hukmlar, iqtisodiy hukmlar qatorliq ma masalaga kelsak, ma Qur'oni Karimning ma masaladagi ahkomi umumiy prinsipni bayon qilib, qavoid amaliy umumiy qoida va asosiy prinsipni bayon qilib, bularda juz'iy tafsilotlarga chaqilmoqlik. Illaki nodir. Chunki mandagi ahkomlar muhitninki taraqqiyoti, manfaatning taraqqiyoti bilan taraqqiy qilib turadi. Nodir Qur'on bu masalalarda faqat umumiy qoida, asosiy prinsip qillam to'xtatdi demishqa, har asrdagi ish egilari o'zlarining qonunlarini Qur'oni Karimning asoslari, prinsiplari, had hududi ichida shuningdek biror juz'iy hukmni taqishib qolmasdan o'zining manfaatiga asosan tafsili shaxslab kengaytsin uchun asosiy liniyani men sizib birman, qolganini o'zing qil. Asosiy yo'lni men sizib birman, yo'lda qanday maqsad o'zing bo'lishi degandek, asosan valiyul amri, ya'ni ish egilari, mayli siyosat jihatdan olsa, siyosiy ish egilari yoki ilmiy jihatdan olsa, ilmiy ish egilariga Alloh topshirib o'tgandek holatda shu bayatni degandek iqtisodiy masalalar, jinoyatlar masalalari, xalqaro masalalar, do'stlik masalalari, ijtimoiy ilm bilim haq talab masalalarini asosan prinsipni bayon qilib, juz'iyat masalalarini o'zimizga qo'yaylik. Chunki ko'pincha bu xarakter jihati jamiyatni o'zgartiradigan bo'lgancha, buni masalalarini o'zimiz bitirib qo'yishga to'g'ri keladi. Xo'sh, demak endi Qur'oni Karimning umumiy ahkomlarini xulosalasak, Qur'oni Karimning umumiy ahkomlarini xulosalasak, Qur'oni Karimdagi ahkomlar cho'ng jihat 3 ga bo'linadi. Ahkom i'tiqodiyya, ahkom xulqiyya, ahkom amaliya. Ahkom amaliya 2 ga bo'linadi, ibodat va muomalat. Muomalatni yuqoriga 7 ga bo'ldik. Buning ichidagi ahkom ibodatlar, muomalatning ichidagi ahvoli shaxsiyya, mataraflarni tafsiliy tilg'anliqlar Qur'oni Karimda, qolgan taraflari umumiy prinsip, umumiy qoidani bayon qilib, qolgan juz'iyatlarini mujtahidlarga topshiriqlandi. Shuni bilan Qur'on eng oxirgi tema Qur'oni Karimning oyatlarininki qat'iy zanniy bo'lish to'g'riliq bir gap chiqqan boya. Ya'ni zanniy qat'iy degan. Bu zanniy qat'iy degan nima desa, biz bu oyatni dedik, vurud jihatda va dalolat jihatida ikkiga ayiramiz. Vurud jihatda, ya'ni subutlik jihatda, sahihlik jihatda Qur'on qat'iy. Hadis mutawatir qat'iy. Bundan boshqa xabar ahadlarning hammasi vurud jihatdan, sahihlik jihatda, subutlik jihatda zanniy. Zanniy deganimizni hargizmi gumoniy deb tarjima qilmayman, ehtimollar. Andikin dalolat jihatda mayli Qur'on, mayli xabar mutawatir, mayli xabar ahadlar olsun, hammasi dalolati qat'iy bo'ladi, dalolat nima zanniy. Chunki bir qism oyatlar muhkam bo'ladi. Minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab va ukhra mutashabihat. Endi bulik oyatlar nima ehtimolli qiladi. Mazmuni keskin, muhkam chiqadigan oyatlar nima hisoblanadi, dalolati qat'iy bo'ladi. Mazmuni ehtimolli oyatlar yoki ehtimolli hadislar dalolati zanniy bo'ladi. Shu nuqta asosligi. Abtur davatida Qur'oni Karimning nasrining hammasi vurud subutlik jihatda, Rasulullohdan bizga naql qilinish jihatda hammasi qat'iy degani, sahihlik jihatda to'liq qat'iy. Ya'ni biz shuni keskin jazm qilamizki, biz tilovat qilayotgan har nas Qur'oni Karimning nasridan u dal Alloh o'zining rasuliga tushgizgan, ma'sum payg'ambar ummatga almashtirib o'tmasdan yetkazgan nasning o'zi shu. Chunki ma'sum payg'ambar alayhisolamga bir sura yoki bir necha oyat yoki bir oyat yetkazsa, o'zi sahobalarga yetkazatdi, ular tilovat qilib berdi. Bu oyatlarni Rasulullohning vahiy yozuvchilari yozatdi. Andikin sahobalar uchun o'ziga yozib oladiganlarni yozib oladi. Shu oyatlarni ularning ichidan nurg'un kishilar yodlab olgan, ular namozlarda o'qiydi, tilovatlik ibodat qiladi qolgan vaqtlarda. Rasululloh vafot topgan vaqtda Qur'on oyatlaridagi har oyat arablar xotirlashga ko'ngan narsalarga xotirilib bitilib bo'lgan. Mayli sudurda saqlanish yoki suturda saqlanish hayotini o'zi tamomlanib bo'lgan. Ve Müslümanların köpüncüsünden kalplerinde saklanıp boğan.
Andan Abu Bakr radhiyallohu anhu Zayd ibn Sabitning vasitasidan va ba'zi ma'ruf hifzi kitob bilan ma'ruf bo'lgan sahobalarning vasitasidan ma mudavvanat ma to'plamlarni to'pladi, ba'zi bir yig'di, qana qilib desa, halaqa Rasululloh tilovat qiladigan, sahobalar hayotda tilovat qilgan tartib bo'yicha sura Fatiha, Baqara, Al-Imron, Nisa degandek bunday shaklda. Andan mushu to'plam deydi. Ve huffazlarning, qarilarning qalbidagi Qur'on dal musulmonlarning Qur'on o'rganishdagi, rivoyat qilishdagi marja'i bo'lgan. Albatta, ma to'plamni saqlashga Abu Bakr hayotida saqlagan. Undan keyin buni saqlashda Abu Bakrga Umar radhiyallohu anhu izbasar bo'lgan. Shundan keyin uni Umar Ummul Mu'minin Hafsa, qizi Hafsa radhiyallohu anhaning qayta qo'ygan. Osman radhiyallohu anhu o'zining xilofatlik davrida Hafsning Qur'onni elib, buningdan Zayd ibn Sabitning shu o'zining va muhojir ansarlardan bo'lgan bir necha cho'ng sahobaning vasitasi bilan bir necha nusxa 5 yoki 7 deb qaraladi. Ko'chirib musulmonlarning shaharlariga avatgan. Mushtaqlab Qur'on bayatni degandek mayli kitobatan, mayli mushafahatan bo'lsin, bizga mutawatir shaklda naql qilinib kelgan. Chunki biz bayatni deganda Qur'on suturlarda yozilgan bo'lsa, suturlarda qanday qilingan, yodlangan. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir oyat yoki bir qancha oyat Qur'onning ichidan to'plangan barliq narsalarni zayo bo'lib ketmaslik uchun bir yerga to'plagan. Mana Abu Bakrning qilgan ishi. Endi Osman radhiyallohu anhu musulmonlarni mush to'plamlarning ichidan bir to'plamning ustiga bir yerga kelgan, ya'ni ixtilofni yo'qotgan. Ondan keyin buni musulmonlarning o'tirida taqatgan shu bir xil to'plamni, ya'ni bir xil Qur'onni, ya'ni lafzda ixtilof qilmaslik uchun. Ondan keyin musulmonlar Qur'oni Karimni shu xotirlangan Qur'oni Karimdan kitobatan bizga naql qilib kelgan ta hozirga qadar va hofizlardan talaqqiyanligini rivoyatan ig'izga avlodga bir qancha asrda bizga rivoyat kelgan. Hozir masalan Qur'onning ijozalarimiz degan qarilarning masalan hali ham Qur'onning ijozalarimiz deb o'zining isnodini Rasulullohdan o'tib Jibroilga eng oxir Allohga ustashtirgan buni ijoza oldiganligi hozir atrofimizda bor. Masalan hozir ijozatning avlod darajasi 32 yoki 31 eng oliy isnod 29 degandek bir gaplar bo'ladi masalan. Demak Qur'oni Karimning ichidan yodlang'ini bilan yozilg'ini ixtilof chiqmaqliq. Qur'oni Karimdan biror so'zdimi, biror sini yoki marakashlik yoki bo'lvi yoki sudanlik ixtilof chiqmaqliq. Zaminning mashriqidagi bir odam bilan mag'ribidagi bir odam Qur'on o'qisa, o'xshash o'qiydi. Xristianlarga o'xshash bir oiladagi 3 odam 3 xil nashrdagi 3 xil nusxadagi Injilni ko'tarib o'tiradigan ish yo'q Qur'onda. Buni mavu xilma-xil qit'alardagi millionlagan musulmonlar 13 asrdan buyon, 13 asr 80 yildan buyon Qur'oni Karimni o'qiyotdi. Bir pak ixtiloflashmadi, bir millatni ixtiloflashmadi, ya bir ziyodlik bilan, ya bir kamlik bilan, ya o'zgartirishga almashtirishlar, yoki tartib jihatda hammasi bir xil. Alhamdulillahi robbil alamin deb boshlab, minal jinnati wan nas to'xtayotdi. Mana buning hammasi Allohning va'dasiniki ro'yobga chiqqanligi, Alloh deganki inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Endi biz mana nuqtadan Qur'onning hammini indalaymiz mutawatir. Mutawatir o'qayki Qur'onning murud jihatda, subut jihatda keskin nima qat'iy bo'ladi bu bir. Mavsubutlik jihatdagi qat'iyligi. Ammo Qur'oni Karimning nasrininki o'ziga olgan ahkomlarga dalolat qilish, ma'no ifodalash jihatdagi masalasi kelsak, bu ikki qism bo'linadi. Birisi o'zining hukmiga bo'lgan dalolati, ifodalashi demak, ifodalashi qat'iy yoki o'zining hukmi bo'lgan ifodasi zanniy. Zanniy degan nima bo'lsa, qarasa ma'no aniq ehtimollik, ma'niq ehtimollik. Ma'zanniy, halqa gumoniy emas, ehtimollik deb tarjima qilinsa-da. Masalan, dalolati qat'iy bo'lgan oyatlar nihoyat ko'p. U o'simi muayyan bir ma'no dalolat qilinadi. Dalolat qilgan oyat huwa ma dalla ala ma'nan muta'ayyan fahmuhu min. Qur'oni Karimning shuningdan tushunchisi nihoyat muayyan bo'lgan bir ma'no dalolat qiladi. Yana bir tushunchaga ehtimol kelmaydi. Shuningdan uningdan boshqa bir ma'noni tushunishga o'rinmi yo'q? Masalan, valakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun walahunna walad. Ayollarning bolasi bo'lmay qolib qolsa, ayollarning qoldirgan mirosdan yarmi sizlarning desa, mazmunni aytib qanday? Ikkinchi mazmunni aqlim bo'lmaydi. Mana bu shuningga dalolat qat'iyki, erninki maholatdagi nasibasi mirosdan yarim boshqasi. Xolos. Zaniyat haqida Alloh nima dedi? Fajlidu kullu wahid minhum 100 jalda dedi. 100 ni urma dedi, xolos. 99 emas, 100 emas, masina 100 lan. Ya'ni bu zinoning hadining 100 ekanligiga bo'lgan dalolatni keskin, aniq, aksar emas, aqal emas. Demak, mujnunga o'xshagan mirosdagi muqaddar degani o'lchalgan bir farz miros nasibasiga dalolat qilgan bir nas yoki jazodagi ma'lum bir hadga, muayyan hadga yoki muayyan bir nisobga dalolat qilgan, sansfirdan kelgan muayyan ma'nosini qo'yib qolgan narsaning hammasini bo'ladi, qat'iy dalolati qat'iy bo'ladi. Ammo dalolat zanniy desa, ammo dalolat zanniy degani emas, bir ma'noni ifodalaydi. Lekin bu ma'no
boshqa xil tushunchaga ehtimol. Yahtamil ayu avval degani boshqa xil tushuncha berilishga ehtimolli. Ma ma'nodan qaytarilib, undan boshqa bir ma'no iroda qilinishga ehtimolli. Masalan, val mutallaqat yatarabbasna bi anfusihina salasata quru desa. Talqin yegan ayollar 3 oy, 3 quru saqlaydi desa. Ammo quru degan so'zni biz arab qomuslaridan aqtarsak, qar erganninki hayz degan ma'nosi bor ekan, to'hri degan ma'nosi bor ekan. Ikkalasi o'xshash ma'no. Qandoqdir biz ma'nodan tarjih qilmaymiz shu nuqtada. Qarab baqsak 3 hayz saqlaydi. 3 hayz bilan iddat tugaydi. 3 to'hri saqlaydi. 3 to'hri bilan, ya'ni 3 qitim pokiz bo'lib qolib iddat tugaydi. Qandoq qilamiz endi desa, ma'no ikkiga ehtimol kelganligi ma'lum bo'ladi. Ma'vo dalolat zanni bo'ladi ehtimolli. Buni mujtahidlar oyatning oldi, keynidagi munosabatlar va maqosid va boshqa munosabatli taraflarga qarab turib muayyanlashtiradi. Masalan, lug'at arab tilida qaraydigan so'z ikki ma'noning o'tirida o'rtaq bo'lib, to'hriga ishlatiladi lug'atan va hayzga ishlatiladi lug'atan. Ikkalasi lug'atan yana. Nas shuni ifodalaydi, mutallaqatlar 3 quru saqlaydi dedi. Ehtimol 3 to'hri saqlash iroda qilinishi ehtimolli, 3 hayz iroda qilinishi ehtimol. Lekin demak ma'vu mana bir ikki ma'noning birisiga bo'lgan dalolatı keskin emas. Shunlashqa mujtahidlar mutallaqaninki, talaqin degan ayolning iddati 3 hayzmi, 3 atharmi ixtiloflashgan. Hurrimat alaykumul masalan yo'qim Hanafilar 3 hayz degan bo'lsa, Shafiy boshqa jumhurlar deydi 3 athar. Har birisining o'zga dalili va o'z o'rniga kelganda bayon qilamiz. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu desa. Maytat harom qilindi desa, maytat degan jimi barliq jonliq narsalarning hammasining o'likini maytat deymiz dedi. Bu bir om gap ham bu butunlay. Maytat lafzi om bo'lib, nas bütün maytatning haromligiga dalolat qilish ehtimoli bor. Andigan dengizning maytatlaridan boshqa narsaning haromligiga ehtimolligiga xoslanishga ehtimolligiga bor. Chunki o'ltagilolmaydigan bo'g'izlar. Shu chiqsilab o'lib qolgan narsalar dengiz mahsulotlari. Ularni chiqib pichoqsiz o'ltagilolmaydi. Masalan, shuning bilan ma'nosida, oyatda bir narsa mushtarak bor, yoki lafzi am bor, yoki lafzi mushtarak bo'lib qolsa. Ana onu xulosalab o'tdi. Fannasul ladhi bir oyat bir dalildiki, buningda mushtarak narsa bor, yoki am lafzi bor, yoki mutlaq lafzi bor. Shunga o'xshagan bir narsa bo'lib qolsa, buning dalolatini bu zanni. Chunki u bir ma'noga dalolat qiladi, ammo am ma'nodan boshqa ma'noga ham nima kiradi ehtimol qiladi. Ma'no o'qidim biz buni zanni deymiz. Anda o'ganda gapni xulosalab o'taylik. Vurud subutluq jihatda Qur'on, hadisi mutawatirlar. Hozir Qur'on so'zlayapmiz hozir, tamam. Qur'on qat'i mutawatir. Ammo dalolat jihatda Qur'onning oyatlarining ichida dalolatli qat'i oyatlarmi bor, dalolatli zanni oyatlarmi bor. Shuning bilan bugun Qur'on haqidagi mazmunlar tugadi. Endi usulul fiqhning umumiy jarayoni Qur'on haqida bahs qiladi. Lekin mana Qur'onga xos bir taraf. Anda o'gandan biz Qur'onni ayirgan taraflarda ortiq mazmunni olib turmiz. So'zimiz bizmi so'zimiz. Lekin biz o'quvchilarimizga Qur'on tushunmoqchi bo'lganlarga, xususan Qur'on haqida usulul fiqhni amaliy tatbiqlab, Qur'onni ro'z tushunaman deguchilarga nisbatan tavsiya qilganimiz do'stga berilgan 24 turli tema chuqur har birisining kallasida bo'lsin. Ya'ni Qur'oni Karimning vahiy masalasi, Qur'oni Karim haqidagi Makka madaniy oyatlar, Qur'oni Karimdagi avval manazil, oxir manazil oyatlar, asbabun nuzul, Qur'oni Karimning tushish tafsiliy ahvoli masalan, Qur'oni Karimning to'planish tartiblanish jarayoni, Qur'oni Karimning sab'ati ahrub, 7 til ustiga tushish masalasi, Qur'oni Karimdagi qiroat va qorilar, muhkam mutashabih oyatlar, Qur'oni Karimdagi am xoslar, nasikh mansuxlar, mutlaq muqayyatlar, mantuq mafhum masalalari, mafhumni muxolif muvofiq masalalari, Qur'oni Karimning mo'jizali, Qur'oni Karimdagi masallar, Qur'oni Karimdagi qasam, Qur'oni Karimning munozir, Qur'oni Karimdagi qissalar, Qur'oni Karimning tafsir ta'vil haqidagi masalalar, mufassirning shartlari, adab axloqlari, andigan Qur'oni tafsirining maydon kelish jarayoni, biz o'tgan jarayoni, bu nurg'un masalalarni bizga o'rgatadi. Qur'oni Karimning tafsir haqidagi dangliq butunlay dangliqmi shu zamonimizda bor kitoblar yoki yo'q bo'lsa tepish kerak ekan. Undan boshqa muhim mazmundan birisi Qur'oni Karimning maqosid tarafi va kulliyat tarafi. Mush nuqtalarning hammasi bir Qur'oni Karimni men tushunaman degan odam yoki usulul fiqh orqali Qur'oni Karimning ahkomlarini to'liq olaman degan odamga zarur temilar
Endi bizlarga kitabımızın həcmi münasibati bilan, vaqt münasibati bilan, o'quvchilarimizning saviyasi münasibati bilan bu taraflarning hammaga ma kitobda kirib bo'lmaymiz. Ammo tavsiyalarimiz o'quvchilar yuqorida doskadagi chiqqan bütün shu temalarning hammasining xos kitoblari bor. Har bir tema haqida birdan kitoblar bor yoki muslimanlarning hammasini o'z olgan bir bo'lib kitoblar bor. Shu kitoblarni ko'rish orqali o'zining Qur'onga bo'lgan tushunchasi, bundan keyingi Qur'onning bo'lgan mangan yo'lininki ishkini echib olishini umid qilamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.